Mani direktim to'lib toshib ketdi. Yulduz opa Usmonova o'zlarining intervyularida Ozdipammi klipidagi baxtsiz hodisaga o'zlarini oqilona fikrlarini bildirib ketibdilar. Rahmat. To'g'risi biz kutmadik. Bu voqea bo'yicha hech qachon fikrimni bildirmagan edim. Mana shu sabab bo'ldi bugun. Biz to'g'risi o'sha payt juda xafa bo'lgan edik. Ayrim hamkasblarimizdan ayrimlari to'g'ri podдержка qilishdi, lekin ko'pchilik даже ustimizdan kulganlar ham bo'lishdi, даже xursand ham bo'lganlar bo'lishdi. Endi bu bizga bog'liq emas, bu undan hech kim страховка olmagan. Bu hammani boshida bo'lishi mumkin, boshiga tushishi mumkin. Endi bu bizga bog'liq narsa emas. O'tda Ozdipamning prichon bo'lgan. Opam o'tda qatnashmaganlar ham. O'shanga juda ham xursand bo'ldik, opa, rahmat. Ayrim san'atkorlar o'zimiz guvohi bo'ldik. Shu vaziyatda orqasidan o'zlariga yarki PR ishlamoqchi bo'lishdi. Kim haqida gapirayotganimni o'zlari bilishadi. Kim nimani tilagan bo'lsa, Alloh 10 barobar qaytarsin o'ziga. Sog' bo'ling. Bugun